Assalomu alaykum birodarlar, obunachilari. Sirdaryo viloyati Guliston shahriga 4 ta boks apparatimizni o'rnatib berdik. Bokslarning ko'rinishiga o'zlaringiz baho berasizlar. Montajlari ham, ishlankani o'tganlari ham umuman ko'rinmaydi, chiroyli montaj qilingan. Bunda ham full komplektdagi apparatimiz, hamma funksiyalari buni ishlaydi. Original izvash pistoletlar, kovrik держательlari, kalchalari hammasi yaxshisidan, sifatlisidan qo'yilgan. Bokslarimizning holati. O'rtada texnik komta. Bu tomonda yana ikkita boksimiz joylashgan. Bu tomonda esa mashina artadigan joy. Bu tomonda mashina artadigan joylari, pilisos, latta qisadigan kompressorlari qo'yilgan. Pilisoslari, mashinaning lattalarini yuvish uchun rakvinalari ham bor. Bu mashinani ruchkalarini, shunga o'xshash suv oqadigan joylarini kompressor havo qilib chiqazib yuborish uchun kerak bo'ladi. Boshqalari ham, boshqa klientlarimiz ham shunga qarab xulosa qilib, shunga qarab joylarini taxlasalar bo'ladi. Juda ham chiroyli ko'rinishda zo'r chiqqan. Boksimizning holati, yuqorida konsol. O'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Texnik kontamizni ham bir ko'rsatib, tanishtirib o'taman. Motorlari bilan, bochkalantirish holatlari bilan. Texnik kontada bochkalantirish holatlari, bochkani o'zi avtomatik tarzda o'zi to'ladi, o'zi kamayganda, o'zi o'chib, o'zi to'lib, o'zi shunaqa qiladi, qarosh. Kimdir bunda ovora bo'lish shart emas. Bu xizmatlarni ham o'zimiz apparatning ichida tekinga chiroyli montaj qilib beramiz. Tif avtomatikamizning ichi regulyator holatda, invertor ekonom variantda qilingan. Taymerimiz ham bor. Taymer ham shampullarni ekonom qilib berishda ishlaydi. Motorlarimiz italyanskiy motor, italyanskiy pompa. Dozator ulkalarimiz ham original ulkalardan qo'yilgan. Shampullarimiz pastda 4 xil ximiyasi bor, 4 xil ximiya 4 ta bochkada turibdi. Bu tomonda 2 ta bor. Bu tomonda yana 2 ta bor. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaversangiz-da, chiroyli qilib kelishtirib, yaxshi narxlarda qilib beramiz.